Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, salomatmisizlar? Mana yo'l qurilishiga armatura olib keldim. Qanaqa yerlarga ketyapmiz? Bularni o'zi ofisiga bormaguncha yurak tapa-tupga bo'lib boruvdim. Borsam bu yerga tushmaydi, mayoqqa tushadi deb turib kartadan ko'rsatyapti. Men bilmayman dedim. Elkimi yurami dedim desam no problem deydi. Ketyapsam yaxshi bitasi chuqurga olayotgan ekan, turbani suvni binasi qilishayotgan ekan. Undan so'rasam to'xta dedi. Men hozir 2 minutda bo'shayman, o'zim olib boraman deb u ashu ko'rgan bo'lsanglar boshida oq mashina sapra qilib olib ketyapti. Mana shunaqa ishlar bizda. O'rmonni qaranglar, archazoq. Men hayronman, Avstriyada armatura yo'qmikin deysizda. 750 kilometrdan Germaniyadan olib kelyapman 22 tonna armaturani. Bu Yevropaning ishlariga hayron qolaman. Mana qurilish, yo'l qurilishi. Chiqib endi masjidga. Tushiramiz endi. Masjid do'stimiz sog' bo'lsin, masjid yetalab olib keldi. Yaxshi. Shuni to'xtasa eplab tushirishib oladi. Endi nima qilib tushirsa tushirish olsin.